Telegram kanalga odam qo'shib, uni monetizatsiya qilish strategiyasini o'rgataman. Bu o'zimizning proyektlarimizda ham ishlab kelgan sistema. Ya'ni birinchi o'rinda nima qilishingiz kerak? Siz Telegramga auditoriya yig'ishingiz kerak bo'ladi. Bu Reels'dan bo'lishi mumkin yoki Stories'dan bo'lishi mumkin. Reels'dan qanaqa qilib Telegramga haydayman deydigan bo'lsangiz, siz qanaqadir auditoriyangizga foydali qo'llanma qilasiz, kommentariyaga minus qoldirsa, o'sha Telegram kanali linkini yuboradigan qilib qo'yasiz va shunaqa qilib o'zingizda auditoriya yig'sangiz bo'ladi. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, bu auditoriyani muammolarini o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana shu muammosini o'rganganingizdan keyin nima xohlayapti, nima muammosi bor, o'shalarni o'rganganingizdan keyin siz unga yechim beradigan bo'lsangiz va o'sha yechimni chiroyli qilib upakovka qilib beradigan bo'lsangiz, odamlar sotib olishga tayyor bo'ladi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, bu auditoriyani ishonchi. Siz o'zingizni produktingiz yoki o'zingizni xizmatingizni qaysi odamlar olgan, odamlar qanaqa sizga otsivlar qoldirgan, mana shularni sekin Telegramga qo'yadigan bo'lsangiz, auditoriyangiz orasida sizda loyalnost oshadi, ya'ni ishonch oshadi. Ishonch oshgan joyda har doim sotuv yaxshi bo'ladi. Siz mana shu 3 ta instrumentni ishlatadigan bo'lsangiz, Telegram kanalingizdagi auditoriyangizni pullasangiz bo'ladi, ya'ni monetizatsiya qilsangiz bo'ladi.